Ikkinchi jahon urushi insoniyat tarixidagi eng qora sahifalardan biri bo'lib qoldi. U nafaqat jang maydonlarida, balki oddiy odamlarning hayotida ham iz qoldirdi. Har bir qulagan bomba ortida bir oilaning fojiasi, har bir saf tortgan askar ortida esa bir xalqning ko'z yoshi bor edi. Ayniqsa bosib olingan hududlarda yashagan ayollar, qariyalar, yoshlar zulmning eng og'ir shakllarini boshdan kechirdilar. Bu hikoya aniq bir shaxs haqida emas. Bu butun bir avlod boshiga tushgan og'ir kunlar haqida. Men sizga tarixiy arxivlarda qayd etilgan voqealarga asoslanib, ko'plab guvohlarning esdaliklari bilan boyitilgan, urushning dahshatini tasvirlovchi, ammo ochiq-oydin shafqatsiz tafsilotlarsiz yozilgan tarixiy dramatik hikoyani taqdim etaman. 1940 yilning may oyida Germaniya armiyasi garbga qarab tez suratda yurdi. Fransiyaga bostirib kirish jarayoni taxminan bir necha haftada butun Yevropani larzaga solgan edi. Nemis qo'shinlari chegarani yorib o'tgan kuni fransuzlar hali nima bo'layotganini tushunib ham ulgurmagan edilar. O'sha tongda Loira vodiysidagi kichik bir qishloq aholisi uzoqdan kelayotgan tanklar shovqinidan uyg'ondi. Osmonda paydo bo'lgan qora tutunlar va shpion samolyotlarining inqillashi yuraklarni chogdek kuydirar, odamlarga o'zlarining kuchsizligini eslatardi. Qishloq aholisi ikki guruhga bo'lingan edi. Kimdir yashirinishga, kimdir esa qarshi turishga urinar edi. Ammo qaysi yo'lni tanlamasinlar, urush barcha uylarning eshigini taqillatardi. Bu hikoyamiz markazida Moira va uning singlisi Elen turadi. Ular tarixda qayd etilgan yaqqol shaxslar emas, balki minglab fransuz ayollarining timsolidir. Ikkalasi ham urush boshlanguncha tinch hayot kechirgan, bogbon otaning, tikuvchi onaning qizlari edi. Moira 22 yoshda, oqish sochli, o'zidan ko'ra boshqalarni ko'proq o'ylaydigan mehribon qiz edi. Elen esa 19 yoshda, shoh kulgi aralash qiliqlari bilan uyni doimo jonli saqlab turadigan san'at maktabi talabasi. Urush boshlanganda ularning hayoti bir zumda o'zgardi. Otalari frontga jo'natildi, onalari esa mahalliy kasalxonaga ko'ngilli hamshira bo'lib kirdi. Ammo front tez yaqinlashar, bosqin shafqatsiz edi. Nemis soldatlari qishloqqa kirgan kuni odamlarning yuzida nechog'li xavotir bo'lganini tasavvur qilish qiyin emas. Ular bo'shalmagan qatorda yurishar, buyruqlar qattiq, nigohlari sovuq edi. Moira va Elen uylarining derazasidan tomosha qilib turardi. Ular qo'rqib ketgan bo'lsalarda, o'zlarini bardam ko'rsatishga harakat qilar edilar. Bir payt nemis ofitseri qishloq markazida yig'ilish e'lon qildi. Barcha aholi maydonga chiqarildi. Qoidalar o'qib eshittirildi. Kim buyruqqa bo'ysunmasa jazolanadi. Kim qarshilik ko'rsatsa qamoqqa olinadi. Yoshlar ro'yxat uchun ajratib qo'yiladi. Odamlarning ko'ngliga qo'rqinch aralash o'tirdi. Ammo davrning shafqatsiz qonunlari shular edi. Qishloqda yashirin partizanlar borligi haqidagi gumon tufayli yosh ayollar alohida tekshirilishga olib ketildi. Bu tekshiruvlar ko'pincha ruhiy bosimlar, qo'rquv va kamsitishlar bilan o'tardi. Moira va Elen ham shu guruh orasida edi. Ular askarlar kuzatuvida qishloq chetidagi eski ma'muriy binoga olib borildi. Binoda qo'pol buyruqlar, baland ovozlar, qog'oz ko'chirgan shovqinlar yangrar edi. Boshliq ofitser har bir ayolning guvohnomasini, oilaviy holatini, qayerda ishlashini so'rardi, partizanlar bilan aloqang yo'qmi, deb shubha bilan qarardi. Ayollar uchun bu jarayon nihoyatda og'ir edi. Nafaqat qo'rquv, balki noma'lum taqdir, uydan ayrilish, oilasidan bexabarlik yurakni ezardi. Navbat Moira va Elenga kelganida ular bir-birlarining qo'lini ushlagancha ichkariga kirdi. O'sha paytda odamning yuragi oz tovushini o'zi eshitar darajada uradi. Ofitser avval Moirani so'roqqa tutdi. Isming? Moira. Otang qayerda? Frontda. Singlingchi? Yonimda. Ofitser Moiraga uzoq tikildi. Bu nigohda yovuzlikdan ko'ra ko'proq shubha, urushning sovuq qoidalariga bo'ysunishga majbur bo'lgan insonning qattiqligi bor edi. Elen esa qo'rquvdan titrab turardi. Ammo Moira uning qo'lini siqib, hammasi joyida bo'ladi degandek ko'zini qimirlatdi. Lekin urushda hammasi joyida degan narsa kam bo'lardi. Tekshiruvlardan so'ng ayollarning bir qismi vaqtinchalik kuzatish ostida qoldirildi. Ular orasida Moira va Elen ham bor edi. Bunday holatlar urush davrida keng tarqalgan bo'lib, asosan mahalliy aholi orasidagi partizan faoliyatini bostirish yoki razvedka ma'lumotlarini yig'ish maqsad qilingan. Ayollar tor, sovuq xonaga joylashtirildi. Devordagi sham yorug'ida Elen qo'rquvdan ko'z yoshlarini tiya olmay yig'lab yubordi. Moira, bizni uyimizga qaytarishadimi?
Albatta, dedi Moira, ular bizni biror jinoyatda ayblay olmaydi. Biz oddiy odamlarmiz. Ammo o'sha tun hech kim uxlay olmadi. Tashqarida otlar qidirayotgan askarlar tovushi, uzoqdagi portlashlar, osmonni yorib o'tayotgan samolyot tovushlari hamma uchun azob edi. Ertalab kuzatuv xonasiga bir nemis feldfebel kirdi. Uning yoshi kattaroq, yuzida charchoq alomatlari bor edi. U fransuz tilini ozroq bilardi. U ayollarga qarab dedi: "Sizlar partizanlar ro'yxatiga tushmagansiz. Bugun tekshiruv yakunlanadi. Qishloqqa qaytishingiz mumkin." Xona ichida quvonch aralash ko'z yoshlari to'kildi. Elen Moirani quchoqlab olishga ulgurmasdan feldfebel yana gap boshladi. "Lekin qishloq hali to'liq xavfsiz emas. Yo'llarda otishmalar bor. Askarlar sizlarni kuzatib boradi." Moira uning ko'zida insoniylik uchqunini ko'rdi. Ehtimol urushdan charchagan odam edi. Ehtimol o'zining ham uyida posterga qarab qolgan farzandi bor edi. Ayollarni ikkita askar kuzatib qishloq tomon boshladi. Yo'l tor, ikkala tomonda vayron bo'lgan uylar, qolgan joylarda esa portlagan snaryad izlari ko'rinardi. Ko'p o'tmay uzoqdan otishma ovozi keldi. Askarlar ayollarni tezda bosh binoning yo'lagiga olib otishdi. "Bu yer xavfsizroq", dedi ulardan biri. Moira va Elen bir-biriga qisilib turar, askarlar esa tashqarini kuzatardi. Mana shu holat rasmda aks etgan arxiv suratlariga o'xshash sahnalarni eslatadi. Askarlar qo'rqib qolgan ayollarni qo'llaridan ushlab, ularni xavfsiz joyga olib o'tayotgandek tuyuladi. O'sha paytdagi suratlar ham ko'pincha aynan shunday vaziyatlarda, tartib, kuzatuv, qochqinlarni xavfli hududdan o'tkazish jarayonlarida olingan. Aynan mana shu kabi tasvirlar keyingi avlodlarga urushning qo'rquv va noaniqlik bilan to'la kundalik hayotini eslatib turadi. Moira va Elen bir necha kundan keyin qishloqqa qaytarildi. Urush hali tugamagan bo'lsa-da, ularning oila a'zolari bilan ko'rishish imkoniyati paydo bo'ldi. Yillar davomida ular boshdan kechirgan voqealar haqida gapirmadilar. Ko'plab ayollar kabi ular ham o'tmishni tilga olmaslikni afzal bildi. Urushning ruhiy izlari odamlarning yuragida yashirincha qolaveradi. Fransiya ozod etilganidan keyin ular yana normal hayotga qaytishga harakat qildi. Moira o'qituvchi bo'ldi. Elen esa san'at maktabini tugatib, rasm chizish bilan shug'ullandi. Ammo o'sha kunlar haqida eshitgan har bir samolyot tovushi ularning yuragiga gulgula solardi. Har bir keskin buyruq ovozi ularni ortga, o'sha sovuq binoga qaytarardi. Yillar o'tgach, Elen vafotidan keyin uning daftari topildi. Daftarda shunday so'zlar bor edi: "Urush bizning yoshlikni o'girladi. Biz g'olib bo'lmadik, mag'lub ham bo'lmadi, shunchaki chidab yashadik. Ammo har safar osmonda qush uchganini ko'rsam, hayotning davom etayotganiga ishona boshlayman." Bu so'zlar o'sha davr ayollarining yurak nolasidir. Moira 80 yoshga to'lganida tarixchilar bilan suhbatda shunday degan: "Bizning boshimizdan o'tganlarni so'z bilan to'liq tushuntirib bo'lmaydi. Urush odamning eng nozik hislarini ham maydalab yuboradigan kuch. Biz qorong'ilikda yurib yorug'likni qidirdik. Ammo baribir yashashni davom ettirdik. Sizlar o'sha yillardan nima eslaysiz?" deb so'rashdi undan. Moira bir muddat sukut saqladi. "Eng ko'p eslashdan qo'rqadiganim qo'rquv. Ammo eng ko'p eslamoqchi bo'lganim ozodlik uchun kurashgan insonlar va oila. Men singlim bilan tirik chiqqanimizni eng katta mo'jiza deb bilaman. Bu hikoya minglab fransuz ayollarining umumiy taqdiri. Urush ularni sinovga solgan, qo'rqitgan, ruhiy jihatdan ezgan, lekin baribir bardam tutgan." Rasmda ko'rinayotgan tasvir ham shunday tarixiy jarayonlarning bir bo'lagi. Qochqinlarni xavfsiz joyga o'tkazish, tekshiruv jarayonlari, tartib va kuzatuv, bosib olingan hududlardagi zo'ravonlik soyasi va urush fonidagi insoniy qo'rquv. Hikoya bizga shuni eslatadi: urush bu nafaqat jang maydoni, balki oddiy insonlarning boshidan o'tgan ichki fojia.